Yillar davomida zob kasalligi bilan, ya'ni buqoq bilan og'rib kelyapsizmi? Ruschada shitovit deb nomlanadi, termincha atalishi esa birodarlar qalqonsimon bez yoki yetishmovchilik sindromi yoki kasallik deb nomlanadi. Xuddi shu kasallik bilan yillar davomida og'rib kelsangiz va qutula olmayotgan bo'lsangiz, ko'plab yaxshi tariflarga arziydigan bir giyoh haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu giyoh birodarlar barcha ziravorchi attor tabiblarda topiladi. Buni ruscha nomlanishi Korin lapchetka bili, o'zbekchada esa g'oz panjagulni ildizi deb ataladi birodarlar. Narxi sal qimmatroq, lekin topsa bo'ladi. Ana shu giyohni shundoqqina 100-200 grammini olib kelasiz uyga va o'rtacha maydalab ezib, ana shu ezilgan giyohdan, ya'ni maydalangan giyohdan 1 yoki 2 choy qoshiq, ya'ni kafe ложкасini olib 300 grammdan 600 grammgacha qaynoq dog' suvga damlaysiz va kun davomida xuddi o'sha bir marta tayyorlangan dozani 2 ga 3 ga bo'lib ovqatdan oldin iste'mol qilib yurasiz. Davolanish kursi 2 oydan 4-5 oygacha birodarlar, xudo xolasa. Xohlasangiz mana bizda ham sotuvda mavjud. Mana foydalanishga qulay bo'lgan nastoykalardan olib qabul qilishingiz ham mumkin. Agarda shu mahsulotlarni xudo xolasa aytgan vaqtimgacha iste'mol qilib tayyorlab yursangiz, qarabsizki, zobdan ham tez orada qutulasiz va uni keltirib chiqarayotgan salbiy omillari borku, asabiylik, depressiyaga, stresslarga tushib qolish, yurak xavf qirash, xullas mojarakash bo'lib qolasiz. Ulardan ham batmon qutulib ketasiz birodarlar. Agarda sizga mabodo video roligimiz ma'qul kelib qolsa, foydali deb bilsangiz bitta laykni bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'ling.